Men Tahirjon Anvar. Sharq Turkistonning Qumul shahrida tug'ildim. 2005-yili 17 yaşımda vatandan, ata-onamdan ayrılgan peti ayrıldım. Qumul gerçi kichik shahar bo'lsa-mu, tarixda Xitoy mustabid hokimiyatiga qarshi nurg'un qatam cho'ng kichik janglar bo'lgan. Vatan erkinlik yo'lida jini va qinidan kechgan nurg'un qahramon Xo'janiyaz palvonlar chiqqan. Shu sababli Xitoy eng avval xitoylashtirish siyosatini boshlagan bo'lsa-mu, ammo hali ham amalga oshirib muvaffaqiyat qozonolmagan shaharlarning biri. Dadam Anvar Hoji 1953-yili 5-ayning 24-kuni Qumulda tug'ilib o'sgan. 17 yil burun, ya'ni 2001-yili haj ziyorati uchun Saudiya Arabistoniga borganini hisobga olmaganda hech qanday bir chet el davlatiga chiqib boqmagan. Her zaman, her qanday shaklda Uyg'ur uchun yaxshilik va yangilik olib kelguchi har kim bo'lsa qo'llagan aqlini, kuchini, bisatini hech aymagan er edi. Erkek edi. Yettinchi ayning 2 kuni avtonom rayonimiz bo'yicha o'tkazilgan tunji navbatlik velosipedda alohida mahorat ko'rsatish va texnikalik to'saqdan atlash musobaqasi Qumul shahrida o'tkazildi. 2005-yili 7-ayning 2 kuni kech Qumul viloyatlik tantarbiya sarayı qaynon toshqinlikqa cho'mdi. Bu yerda Qumul shaharlik chavandozlar velosiped mahorat klubining tashkillashi bilan avtonom rayonimiz bo'yicha o'tkaziladigan velosipedda alohida mahorat ko'rsatish va texnikalik to'saqdan atlash musobaqasi boshlanish oldida turadi. Velosipedda mahorat ko'rsatish tanarkiti avtonom rayonimizda yangidan gullanayotgan tanarkat turi bo'lib, bu turdagi musobaqalarning avtonom rayonimizda o'tkazilishi yo'q deyarlik edi. Bundaq ko'lami bir qadar cho'ng, qayliq darajasi yuqori bo'lgan musobaqaning avtonom rayonimizda o'tkazilishi bo'lsa, tunji qitimliq ish edi. Ma'rifatparvar tijoratchi Anvar Hojim Qumul xalqining tantarbiyaga bo'lgan o'tdan qiziqligini nazarda tutib, avtonom rayonimizning tantarbiya ishlarining taraqqiyoti uchun bir kishilik hassini qo'shish niyatiga kelib, o'z yenidan 30 ming yuan mablag' chiqarib, Qumul viloyatlik xalq ishlari idorasi va Qumul shaharlik madaniyat tantarbiya idorasining tasdiqlashi bilan 2005-yili 3-ayning 5-kuni Chavandozlar velosiped mahorat klubini qurib chiqdi. Men ham tantarbiyaga qiziqman. Ham o'g'limni shundoq va qiziqashqa. Bu velosiped texnikasi Qumulda nadi bir kam bo'shliq bo'lg'achqa qarab olsam nurg'un bolalar velosipedga bo'lgan qiziqligi bo'lgan bilan tarqoq. Bularni bir yig'ib kelib bir klub qurib, bularni bir tarbiyalasak, ulardan bir natija chiqib qolar, to'lak bir layoqatli odam bo'lib qolar deb shu klubni qurib qo'ydim. Bundan keyin yana davomliq shundoq tantarbiya qiziqadigan yosh o'smirlarni bo'lsa, ota-onalarga tarbiya bersa, qo'llab tursa, biz davomliq mashada biz chiniqtirib bularni zamonga loyiq bir odam tarbiyalab qo'ysak deb orzuyimiz. Klub qurilgan dastlabki mezgillarda oralli 18 nafar a'zosi bo'lib, mashq aslahalari kamchil edi. Anvar Hojimning atrofli ko'ngil bo'lishi va mablag' chiqarishi bilan bu klub hozir tashkiliy apparati mukammal, trenerlari to'liq, muqim maydoni va ish bajarish o'rni bor 60 nafar a'zoga ega mahorat texnikasi taraqqiy qilgan klubga aylandi. Xitoyning asilmasiya va xitoylashtirish siyosati tufaylidan biz mayli maktab yoki sirti bo'lsin, azaldan o'zimizning Uyg'ur tarixini o'rganish fursatimiz yo'q bo'lsa-mu, ammo men bolaligimdan tortib dadamning tarbiyasida o'zimizning, ya'ni Uyg'urlarning milliy kimligimiz va tariximizni yaxshi bilish va tushunish imkoniyatiga ega bo'ldim. Dadam har qatim fursat bo'lsa meni 1912-yildagi Xitoy hukumati tarafidan Qumul qo'zg'oloni deb atalgan jang bo'lgan Qumul tog'lariga apratdi. Burun bu joylarda ota-bobolarimizning ozodligimiz uchun qilgan janglarini, to'lagan badallarini so'zlab berdi. Qumul kichik shahar ve ailemiz uzun yıllardan bu yan altın ticareti, yani zəgərçilik bilen şoğullanğaşqa
Qumuldagi cho'ng kichik, qari yosh hamma dadamni yaxshi taniydi. Men esimni bilgandan tortib bir qatimmi dadamning yordamiga muhtoj bo'lib, uyimizga kelgan kishilarni umidsiz qaytarganini ko'rmagan edim. Nurg'un qatimlab o'qish yoshiga yetgan bolalarini o'qitishga amalsiz qolgan oilalarning, to'y qilish yoshiga yetgan bollarning uylik o'choqlik qilmoqchi bo'lgan tul va g'arib onalarning dadamga va oilamizga go'zal tilaklarni tilab, duolarga shohid bo'ldim. Yangi kiyim, yangi oyoqlarga qasdan to'pi yo'qtirib yoki pullashtirib kiyib oldigan dadamga hayron qolatdim. Nima uchunligini so'rganimda, o'g'lim, xalqim oldida kibrlik bo'lib qolmasin deb shundoq kiyman degani hozirmi quloq tubimda. Aqlimni bilsam, dadam beshidan do'ppisini tushirmaydigan odam. Nima uchun kunda do'ppi kiyib olsan dada deb so'rganimda, men Uyg'ur bo'lganligim uchun do'ppamni beshimdan tushirmayman. Bu mening g'ururim degan. Va 2012-yili men bu dadamga o'xshash beshimdan do'ppi hargiz tushirmayman deb o'z-o'zimga qasam ichdim. Halkımızdan çıkan, köz sakladın ötken ulusal safarıya törükler oğlanı bulup, yetişip, çıkış bilen bir vakitte ailede hem karındışını, işki perzendine mektepte yaşattı, Münevver'de ilip üflüğü çıkılıp terbiyeler, hepsini bir işle hizmet ormuna, belki aileyi yıkılgan, kadirlik periştüsler dada Enver Hacı. Varlık mihrimatını mühtaçlarına, acizlarına, evil kisellerle atılır. Onun bu ulup atılarına has bekli muhabbeti bir cemiyetini tesirlendirdi. Onun bu hakiki mihriman atılarına has dört-tarana royu kem kalıp amasına bulgan hürmetini ifadetle kalmay, belki kumun halkının medeniyetlik şehir kuruluşundaki alaylı namsız tefkar şahıs da tersileşke erziydi. Ben Enver Hacı'nı Şincan'daki faziletli kişiler namzatlıkla kirgizishni talab qilaman. Chunki uning hozir ajizlar va yetimliklar, ilim çaylarga ajib qilayotgan naqli, namsiz saxovati uning roli, namsiz saxovatchining rolini o'ynagan bo'lsa, jamoatchilik qurilishi va tarixlardan kelgan ishlarga bergan o'simsiz kasbini 100 ming yuandan eshib ketdi. Shunda yaxshilik unutilmaydi. Dünya mehrimanlıktan güzel, mehrimanlıklık akılar, tehimi güzel, tehimi ulu. Enver Hacı, sizge hayır sahavet elçisi, mehriman ata degen nam, mengü yar olsun. Mayır'a buna oturup kalıyorlar. Abdülhamid Abdullah. Şu dakika Abdülhamid Abdullah özü taalluq bo'lgan bugungi shon sharaflarning hammasini Enver Hacı'ga mansub deb xeyli guruhlar ifoda bildirgan. Shunga Enver Hacı'ga qo'lidagi, ya'ni azroq bir ko'nglini sovg'a qilmoqchi. Ma'lum turgan Abdülhamid Abdullah'ın çoğun oğlu, Qumul shahar 1-o'rta maktabning o'qituvchisi Abdug'ofur Yemet. Qani Enver Hacı Dadam, aşu kichik shahardagi siyosiy va iqtisodiy vaziyatning dardini yetkichi tortib dakki-dukki ichida yashayotgan, hayot qancha mushkul bo'lishidan qat'iy nazar yashashga majbur bo'layotgan qarindoshlarim uchun yordam qilishga tirishganligi. Ota-onasi Xitoy turmalariga qamilib yetim qolgan sabiylarga ega bo'lib o'qitganligi va shu sababli Qumuldagi hammalar hurmat qiladigan jamoat arbobiga aylanishi Xitoy hukumatining diqqatini tortdi. Va 2018-yili yil beshida qonunsiz ma'arifga yordam qilish
ve qonunsiz yetim yesirlarga ega chiqish ve atalmış davlat parchalashga uringan degan tuhmat bilan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Bu yil dadam 65 yoshda. Dadam Enver Hacı dünyadaki en köp baylık çıkıdığan zeminning egalari turuqliq o'qish natijasi alohida yaxshi bo'lsinmi, iqtisodiy qiyinchilik sababidan o'qishdan voz kechishga majbur bo'layotgan qanchalagan yoshlarga qilgan yordamlari uchunla Xitoy hukumati tarafidan zindonga mahkum qilinib, zulm chekyotidi. Hozir hammamiz bilamiz. Vatanimiz Sharq Turkistonda Uyg'urli bo'lgan har birimizning oilasidan eng az bo'lganda bir yoki uningdan ortiq odam turmalarda zulm chekyotidi. Ammo biz Allohga cheksiz shukrlar bo'lsinki, dunyoning har qaysi joylarida, jumladan Amerika, Yevropa va boshqa davlatlarda erkin nafas olib yashash fursatiga ega bo'lib yashayotgan bo'lsakmi, lekin ming afsus, ruhimiz yanada qulluqdan, qo'rqinchdan qutulolmayapmiz. Xitoy turmalarida xo'rlanib, zulm chekayotgan qarindoshlarimiz ve onalarimizning zindonda inson tasavvur qilg'usiz zulmdan chekkandan ko'ra o'lib ketishni umid qilayotgan qarindoshlarimiz uchun qo'limizdan kelishicha, qilolganimizcha yordam qilishning o'rniga hozirgacha foydasi bo'lmadi, baribir foydasi yo'q deb qo'l qo'shtirib turyapmiz. Men vatandan ayrılganda dadam gerçi 50'ga ulaşkan bolsunmu, sağlam, timen adam idi. Gerçi uzun yıllardan bu yan görüşelmegen bolsakmı, lekin vatanım tupraqida sağ salamet yaşayatıdı deb ko'nglimning bir yerlerden yana xotirjam bo'latdim. Lekin hozir dadam zindonda zulm chekyapti. Agar onunga bir ish bo'lib qolsa, belkim tavutinim ko'tarolmasligim mumkin. Agar shunda bo'lib qolsa, bu umrimda ular uchun hech ish qila olmay o'tgan bo'lardim. Anam hozir qandoq yerligi aniq bo'lmagan yerda xo'rlanmoqda. Ular xo'rliq chekayotganda men sukutda jimjit turib olsam, ularga bir ish bo'lib qolsa, men yana qandoq vijdon azobi tatmay tura olayman? Oxiratning so'roqlari kelishdan burun vijdon so'roqlari qandoq javob beraman? Shuning uchun bugun men hatto hayvonotlarning huquqini qo'g'dash uchunmi insonlar maydonga chiqayotgan bugungi dunyoda dadam uchun, zulm chekayotgan butun millatim, qarindoshlarim uchun adolat talab qilib kamera oldiga keldim. Meningcha yuqoridagi savollarni har bir Uyg'ur o'zimizdan so'rab turaylik. Xitoy qanchalik kuchli bo'lishidan qat'iy nazar qo'limizdan kelishicha qarindoshlarimiz uchun tirishaylik. Xitoyni yer bilan yakson qila oladigan zulmga uchirg'uchi ojizlarning yordamchisi Rabbimiz borligini unutmaylik. Ailemizga, qarindoshlarimizga kelgan kulfat zulmlarni dunyo axborot vositalariga, medialarda oshkorlaylik. Ham guvohlik beraylik.